oyoq kiyimini razmeri qo'limda keladigan 58 bo'yi 212 o'sha odam topildi. Xabaringlar bor, yaqinda video qo'ygandim. 55 razmer oyoq kiyimda kim topilsa mehmon qilaman degandim do'stlar. 58 razmer. Buxorodan tashib yurganlar. Bo'yi 212. Vobshe bunaqasini ko'rmaganman, to'g'risi. Endi mana qo'limda hozir bu 57 bu. Kiydirib ko'ramiz. Aka qani mana Buxorodan tashib yursiz, hozir yana ko'p gaplashamiz. 6,5 million prosmotr bo'ldi. Odamlar shunaqa shov-shu bo'ldiki, endi hozir bu videoga albatta like bosib qo'yasizlar. Shu akamiz bizlar uchun Buxorodan tashib yurdilar. Buxoroda kuchinglarni ko'rsatib qo'yinglar. Ves O'zbekiston ketdi aka. Mana shuni kiyib ko'rasiz. Bu 57. Agar sig'masa, haqiqatda 58. Kichkinami? Rostdan. Rostdan kichkina. Yo'q, 57 ham kichkina. Sig'madi. Voy, gap yo'q do'stlar, xuddi zo'rishga o'xshab oyoq kiyim anaqa. Endi qaranglar. Oyoq kiyim oling. Do'stlar, mana. Meniki bilan bitta solishtirsanglar, meni ikkita oyog'imni qo'yar ekanman, mana. Ikkita oyog'imni qo'ysam, yetyapti, gap yo'q. Qoyil. Ismingiz nima? Ruslan. Ruslan. Nima sport bilan shug'ullanasiz? Gambol, a? Yoshingiz? 13. Yosh 13 da 58. Hozir oydan oyga oyog'i o'sayotgan ekan, menimcha bir men bilan tengligingizda bir 65 bo'ladi. Shu oilada kim oyog'ini uzun? Dadam. Agar bor mana shu oyoq bor, mana shu boshga ham tegsa bor, mana jag'lab boradi. 212 bo'yi ham. Ye qoyili gap yo'q. Siz bu oyoq kiyim o'zi topish qiyin. Siz qayerdan zakaz qilasizmi yo tiktirasizmi? Zakaz qiladi, Amerikadan qiladi. Amerikadan, voy gap, amerikanskiy. Oyoq katta bo'lsa ham to'g'ri ekanda, amerikanskiy. Biz o'sha Xitoy kiyib yurmaymiz. Sig'maydi deysiz, bo'ldi. Olib beringlar, menga foydasi amerikanskiy deysiz. Oxirgi 3 oyda qanchaga o'sdi oyog'ingiz? 2,5 so'mga o'sdi. Hozir 58. Menimcha yana 3 oydan keyin 60 rovna bo'ladi. Eng qizig'i gambol varatasidan ham uzun ekan. Siz varatadan bo'yi chiqib turar ekan, kalla bilan ham qaytarib qo'yaverasiz. Qo'llikda ko'rsang, qo'l ham uzun. Bo'y uzun, hamma yo'q bo'y, gap yo'q lekin. Va'daga vafo. Hozir akamizdan Sarvoli pizzadan dahshat pizzalarni birgalikda yeymiz. Buxoro bitta kuchinglarni ko'rsa, like bosib qo'yinglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu tushonkali monsterimiz. Bu hozir yangi mahsulot, sizlar tatib ko'ryapsizlar. Ko'ringlar, trener qancha ovqat yeydilar o'zi? Bu bir kunga bir 6 mahal 6 mahal ovqat yeydi. Mana bu tushonkali monster. Oldin buni oddiy monster bo'lgan. Go'shtli bu hozir tushonkali, ichi tushonka so'rayapti. Qalay? Yaxshi. Ovqatni bo'lib kiryaptimi? Bu Yunusobod filialimiz. Bemalol o'zingizlarning uyinglarda endi kelaverasizlar. Abdushin mehmon qilamoqda hozir mana tushonkali pizzamiz, bu ham yangi pizzamiz. Stripslar, mana tovuchalar yeb ko'rasizlar. Buxoroda Sarbola pizzamizni ochib ko'rgan bo'lsangiz kerak, ochib olmasiz, xudo xolasa. Butun komandan chaqirasiz. Butun komandani mehmon qilaman. Qalay, ta'mi yaxshimi o'zi? Ta'mi zo'r ekan. Ben biron joyga bunaqa ta'mlik narsa yeganimdan. Bo'y 202, oyoq 58. Обычный odam o'zi mana bunaqa monster yeydi, Sarbola pizzada, lekin biz shaxsan Ruslan uchun gigant monster tayyorladik. Ruslan, mana senga qalay, hali bunaqasi bo'lmagan. Nima bu? Zubasyan, nima bu? Endi bilasizmi nima qilmoqchiman? Eng bo'yi uzun odamni qidiraman va eng bo'yi past odamni qidiraman, ularni uchrashtiraman. Shunaqa odam bo'lsa, mana hozir nomer qoldiraman, telefon qilasizlar, sovg'alarni bombasini tayyorlab qo'yaman, Abdushin mehmon qilaman. Eng bo'yi uzun O'zbekistondagi va eng bo'yi past odam bizga aloqa qilsin va videoga albatta like bosib qo'yinglar.